Biz har doim Suriyaning hududiy yaxlitligi tarafdori bo'lganmiz. Putin. Zelenskiy Putin bilan uchrashish uchun Moskvaga kelsin. Biz uni xavfsizligini ta'minlaymiz. Kreml. Isroilni yoqtirmasangiz, telefon ishlatmang. Mike Huckabee. AQShda harbiy baza hududiga kirib qolgan 2 nafar Rossiya fuqarosi qo'lga olindi. Oq uyda Trump va Putinning birga tushgan surati ilingan. Bularning barchasini video davomida to'liq yoritib beramiz. Eng muhim va qiziqarli yangiliklar video davomida. Urushda Rossiya 1.2 million, Ukraina esa 600 minggacha harbiy xizmatchisini yo'qotgan. Trump Eronga qo'shimcha harbiy kema yuborilayotganini e'lon qildi. Janubiy Koreya prezidenti shakar solig'ini joriy etishni taklif qildi. Bu akillash yo'qotilgan imperiya alamidan. Rossiya propagandachilarining navbatdagi hamlasiga o'zbek jamoatchiligi munosabati. Hindistonda amaldorni olib ketayotgan samolyot qulab tushdi. Aziz do'stlar, quyida shu haqda videoga like bosing va izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring. Rossiya prezidenti Putin Kremlda Suriya muvaqqat prezidenti Ahmad ash-Shara bilan uchrashdi. Biz sizning Suriyaning hududiy yaxlitligini tiklash bo'yicha sa'y-harakatlaringizni diqqat bilan kuzatib bordik. Sizni ushbu jarayonning jadal surati bilan tabriklayman. Biz har doim Suriyaning hududiy yaxlitligini tiklash tarafdori bo'lib kelganmiz va sizning bu boradagi barcha sa'y-harakatlaringizni qo'llab-quvvatlaymiz, dedi Putin. AQShning Isroildagi elchisi Mike Huckabee Isroilni yoqtirmaydigan odamlarga telefondan voz kechishni maslahat bergan. Chunki uning fikricha Isroilsiz insonlarda mobil telefon bo'lmas edi. Sizga yoqadigan ayrim texnologiyalarchi, avtomobil navigatsiyasi yoki qarindoshlaringizdan ayrimlarning hayotini saqlab qolgan tibbiy davolash usullari, unda Quddusdagi Hasaddah Medical yoki Tel Avivdagi Sheba Medical markazlariga rahmat ayting. Ularning tadqiqotlari va onkologiya hamda gastroenterologiya sohalaridagi yuksak texnologik yutuqlarisiz siz sevgan ayrim insonlarning hayoti saqlanib qolmagan bo'lardi, degan Huckabee. AQShning Kaliforniya shtatida Rossiyaning 2 fuqarosi Camp Pendleton harbiy bazasi hududiga noqonuniy kirib kelganlikda gumonlanib qo'lga olindi, deya xabar bermoqda Meduza nashri. Rossiyaning AQShdagi elchixonasining ma'lum qilishicha, 2 nafar ayol immigratsiya va bojxona xizmati vakillariga topshirilgan va hozirda deportatsiya jarayonini kutmoqda. Shu kuni Shot Telegram kanali Kaliforniyada 2 rossiyalik ayolning qo'lga olingani haqida xabar bergan edi. Kanal ma'lumotiga ko'ra, ular AQSh bo'ylab avtomobilda sayohat qilayotganida navigator orqali eng yaqin McDonald'sning qidirish chog'ida adashib harbiy baza hududiga kirib qolgan. BBC telekanali jurnalisti Yelizaveta Landers Oq uyda Rossiya prezidenti Putin va AQSh prezidenti Trumpning birgalikda turgani aks etgan surat osib qo'yilgani haqida xabar berdi. Uning aytishicha, Trump va Putinning Alyaskada o'tkazgan yozgi sammit chog'ida olingan surati Oq uydagi vestibyulga ilingan. Landers shuningdek, uni pastida ilingan suratda prezident Trump nabiralaridan biri bilan turgani aks etganini aytib o'tgan. Rossiya prezidentining yordamchisi Yuriy Ushakov Moskva Vladimir Putin va Zelenskiy o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar o'tkazishga tayyorligini bildirdi. Uning ta'kidlashicha, Rossiya hech qachon bunday aloqalardan voz kechmagan. Agar Zelenskiy haqiqatan ham uchrashuvga tayyor bo'lsa, Rossiya tomoni uni Moskvaga taklif qiladi. Uning xavfsizligi va ish olib borishi uchun zarur barcha sharoitlar kafolatlanadi, dedi Ushakov. Shuningdek, u 2025-yil kuzida Putin Zelenskiyga muzokaralar uchun Moskvaga kelishni taklif qilganini, biroq Zelenskiy bundan bosh tortib, Rossiya prezidentining o'zi Kiyevga kelishi mumkinligini aytganini eslatdi. AQShdagi Center for Strategic and International Studies tadqiqotlar markazi Rossiya-Ukraina urushi davomida halok bo'lgan va yaralangan harbiy xizmatchilar soni bo'yicha ma'lumotlarni e'lon qildi. Hisobotga ko'ra 2022-yil fevralda boshlangan keng ko'lamli bosqindan buyon Rossiyaning umumiy yo'qotishlari 1.2 million kishigacha yetgan. Shundan kamida 325 ming nafari halok bo'lgan. CSIS keltirgan halok bo'lganlar soni BBC rus xizmati va Mediazona nashrining ochiq manbalariga asoslangan hisob kitoblariga yaqin.
Ularning aniqlashicha, Rossiya tomonidan halok bo'lganlar soni 254,8 mingdan 368,1 ming nafargacha bo'lishi mumkin. Donetsk Xalq Respublikasi va Lugansk Xalq Respublikasi bo'linmalari tarkibida jang qilganlar hisobga olinganda, bu ko'rsatkich sezilarli darajada oshadi. CSIS ma'lumotlariga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari urush davomida 500 mingdan 600 minggacha harbiy xizmatchini halok bo'lgan va yaralanganlar sifatida yo'qotgan bo'lishi mumkin. Halok bo'lganlar soni 100 mingdan 140 ming nafargacha bo'lishi ehtimoli bor. Hisobotda Rossiya yo'qotishlari haqida Ikkinchi jahon urushidan keyingi davrda dunyoning birorta yetakchi davlati hech bir urushda bunday ulkan miqyosdagi yo'qotishlarga duch kelmagan, deya ta'kidlangan. Tramp Eronga qo'shimcha harbiy kema yuborilayotganini e'lon qildi. Shuningdek, Tramp Tehronni Washington bilan bitim tuzishga chaqirdi, deb xabar bermoqda Jerusalem Post. AQSh prezidenti chorshanba kuni Ayova shtatida so'zlagan nutqida 2025-yil iyun oyida Qo'shma Shtatlar Midnight Hammer amaliyoti orqali Eronning yadroviy quvvatini yo'q qilganini eslatdi. Uning aytishicha, o'sha paytda Eron yadroviy qurolga ega bo'lishiga atigi 1 oy qolgandi. Hozir Eron tomoni yana bir ajoyib armada suzib ketmoqda. Umid qilamanki, ular kelishuv tuzishadi. Aslida ular birinchi safardayoq kelishuv tuzishlari kerak edi, deya qo'shimcha qildi prezident. Avvalroq AQSh harbiy dengiz kuchlarining USS Abraham Lincoln aviatashuvchi kemasi boshchiligidagi zarba guruhi Erondagi vaziyat sabab Yaqin Sharqqa yetib borgandi. Shuningdek, yaqin kunlarda mintaqa yaqinida THAAD raketaga qarshi mudofaa tizimi batareyasi joylashtirilishi kutilmoqda. Bundan tashqari, AQSh markaziy qo'mondonligi Yaqin Sharqda keng ko'lamli harbiy havo mashg'ulotlarini boshladi. Janubiy Koreya prezidenti Lee Jae-myung olingan mablag'larni sog'liqni saqlash ehtiyojlariga sarflash maqsadida tarkibida shakar miqdori yuqori bo'lgan mahsulotlarga aksiz solig'ini joriy etishni taklif qildi. Bu haqda Lee Jae-myung X ijtimoiy tarmog'ida yozib qoldirgan. Sigaretlar bilan bo'lgani kabi yig'im orqali shakar iste'molini cheklash va olingan mablag'larni mintaqaviy va jamoat salomatligini mustahkamlashga sarflash haqida fikringiz qanday? deya o'z yozuviga ushbu mavzudagi ijtimoiy so'rovnoma natijalari chop etilgan maqolaga havola ilova qilgan. Seul gazetasida e'lon qilingan tadqiqotga ko'ra, Janubiy koreyaliklarning 80% tarkibida shakar miqdori yuqori bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqaruvchi kompaniyalarga yig'im joriy etish taklifini qo'llab-quvvatlagan. Shu bilan birga respondentlarning 75% gazlangan ichimliklardan yig'im undirilishi kerak deb hisoblasa, 72% pishiriqlar va qandolat mahsulotlarini tilga olgan. So'ralganlarning 94,4% tovarlar qadog'iga shakarning zararli ta'siri haqida maxsus ogohlantirish qo'yish g'oyasini ma'qullagan. 1030 kishi o'rtasida o'tkazilgan so'rovni Seul Milliy universiteti Qoshdagi Salomatlik madaniyati tadqiqot tashkiloti amalga oshirgan. Ma'lumotlarga ko'ra, dunyoning 120 yaqin mamlakati tarkibida shakar miqdori yuqori bo'lgan mahsulotlarga nisbatan maxsus soliqlar joriy etgan yoki boshqa choralar ko'rgan. 2018-yilda Buyuk Britaniya gazlangan ichimliklar ishlab chiqaruvchilaridan yig'im undira boshlagandi. Natijada ularning tarkibidagi shakar miqdori 47% ga kamaydi. Rossiya bir telekanalida efirga uzatilgan Vladimir Solovyov kechasi ko'rsatuvida ishtirok etgan siyosatshunos, teleboshlovchi Sergey Mikheyev Rossiya sobiq Sovet respublikalarini erkalatib yuborganini aytib noladi. Ma'lumot uchun, bu shaxs 2024-yilgi saylovlarda Rossiya prezidenti Putinning ishonchli vakili sifatida qatnashgan edi. Dunyo ularning kechki tok-shousidan iborat emas. Sergey Mikheyevning bu gaplariga o'zbekistonlik bir qator faollar munosabat bildirdi. Mikheyev va Solovyov studiyada navbatchi askarlar kabi qo'riqchilik qilib, butun sobiq Sovet ittifoqiga ko'z yoshlari bilan hujum qilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Rossiya hammani erkalagan. Ularga yashash, fikrlash va o'z yo'lini tanlash imkonini bergan. Natijada endi hech kim Rossiyaga itoat qilmaydi. Mikheyev asabiy ma'ruzalar o'qiydi. Solovyov baqirib sun'iy kuladi. Va ikkalasi ham imperiya yo'qotilganidan chin dildan xafa bo'ladi. Bu mamlakatdan endi hech kim qo'rqmaydi. Unga itoat qilinmaydi yoki koinotning markazi sifatida tan olinmaydi. Bu masalaning chinakam kulgili tomoni shundaki,
Ular hali ham mamlakatlar o'quvchilar emasligini, dunyo ota-onalar majlisi emasligini va haqiqat ularning kechki tok-shousidan iborat emasligini tushunishmagan. Ular kap-katta erkaklarga o'xshab ko'rinsa-da, aslida qishga tayganing bir burchagidan kelgan xafa, horlangan o'smirlar kabi harakat qilishmoqda. Bolalar, rostini aytsam, men sizlarga chin dildan achinaman. Uyg'oning. Dunyo hozir boshqacha. Xohlaysizmi yoki yo'qmi bu haqiqat, deb yozdi Sherzodxon Qudratxo'ja. Jamoatchilik faoli Rasul Kusherboyev Mixayevning gaplari ochiq hurmatsizlik ekanini ta'kidladi. Propagandachi Solovyov boshchiligidagi ko'rsatuvda qatnashgan politolog Sergey Mixayev mintaqa davlatlarini Rossiya bilan teng huquqli sherik sifatida emas, balki erkalanib ketgan tomon sifatida tasvirladi. Unga ko'ra Rossiya ko'p yillar davomida bu davlatlarni qo'llab-quvvatlagan, ammo bu noto'g'ri siyosat bo'lgan. Mixayev postsovet davlatlariga nisbatan yondashuvini qayta ko'rib chiqish kerakligini ochiq aytdi, hamda mehnat migratsiyasi va ko'rsatilayotgan yordamni bosim vositasi sifatida tilga oldi. Vladimir Solovyov ham bu fikrni yanada keskinlashtirib, biz ularni erkalatib yubordik, ular o'z o'rnini bilishi kerak dedi. Bu bayonotlarni Rossiya davlat telekanali efirida suveren davlatlarning mustaqil tashqi siyosati va teng huquqlilik tamoyiliga ochiq hurmatsizlik sifatida baholaymiz, deb yozdi Kusherbayev. Hindistonda bortida Maharashtra bosh vazir o'rinbosari Ajit Pawar bo'lgan samolyot 28 yanvar kuni tongda halokatga uchradi. Hodisa oqibatida 5 kishi halok bo'ldi. Bu haqda fuqarolik aviatsiyasi bosh boshqarmasiga tayinib NDTV xabar berdi. Qurbonlar orasida Pawardan tashqari xavfsizlik xizmati xodimlari va uchuvchilar bor. Samolyot Mumbaydan taxminan soat 8:10 da havoga ko'tarilgan. U yarim soatdan keyin Baramati aeroporti yaqinida qo'nishga urinish chog'ida halokatga uchragan. Voqea joyidan olingan videodan samolyotning parchalangan qoldiqlari va tez yordam mashinalari yaradorlarni yaqin atrofdagi shifoxonalarga olib ketayotganini ko'rish mumkin.